aytsa kompyuter sinovlar bo'lganimizda ishlaydi. O'rta versiyasida uni Samujan deb qo'yadi. Samujan deb qo'yadi. Samujan. Samudin ham deb qo'yadi, Samujan. Harun. Arabcha Samud deb qo'yadi. Xo'p, bu yerdan bu tarafdan bo'ldimi, chet tarafdan bo'ldimi? Kichkina olam ko'payadi, Somiliy degan odam shu ishlarni qiladi. Shundan keyin Musa alayhissalomning qavmi chiqib ketdi. Xo'p. Abu Bakr roziyallohu anhu atini hammamiz bilamiz, Abu Bakrni taniymiz. Lekin shu Abu Bakr roziyallohu anhu o'zini asli ismi boshqa bo'lsa ham o'tirib turamiz hammamiz. Shu Abu Bakr roziyallohu anhu ismi nima? To'liq ismi kerak, o'zim emas, rasmiy qo'shib aytib berishlari kerak. Qo'l ko'tarib faqat. Qo'l ko'tarmasdan javob beradiganlar qabul qilmaydi inshaalloh. O orqali bor. Abdulloh Usoma. Yo'q, o'sha Abu Quhofani ham atini aytishingiz kerak. Abu Quhofa ham bu bir dadasini kunyasida harbida. Xo'p, keyingi to'liq javob beradiganlar ham chiqib o'ng tarafdan. Shu akalarimizni aktivroq deydi. Abdurahmon ibn shu olimlar Abdurahmon ham degan, lekin bu qiyin majruh qavm hisoblanib, ya'ni boshqa atni olimlar bosimga tashlagan, lekin Abdurahmon emas. Abu Bakr o'zi bilan. Xo'p, qo'mag'inlarga o akamiz Abdulloh ibn Usmon degan atini olimlar ko'proq nima qilishgan. Abu Bakr roziyallohu anhu o'zini ismi Abdulloh bo'lgan emas. Islomga kelgandan keyin payg'ambarimiz Abdulloh deb o'zgartgan. Lekin Abdurahmon ham bo'lgan emas. Islomdan oldin. Boshqa Abdurahmon taqdirdan keyin Abdulloh deb o'zgartirilgan. Olimlar Abdulloh ibn Usmon deganni taklif berib, shunga bosim berishgan. İşte bitta savol. Tahoratda bir qancha sunnatlari bor. Javob savol bermasdan turib. Shu tahorat sunnatlari bor. Shu kam boshlaydi, shu kamga dalolatlanishadi. Boshdan Boydan ergacha turibman yutaman deb. Yutdidan. Rozi bo'lasizmi shu kamga? Maşallah, Allah razı olsun. Abdülbasit ukamizdan, Abdülbasit ukamiz savollarimizni ancha tarovehlarda, nasihatlar qilib, ancha yillar davomida ilm olib kelgan. Ilmni tarqatish vaqti keldi. Allah razı olsun. Ilmlarini ziyoda qilsin, xizmatlarini davom qilsin. Bu hadiyalar, hozir jumla ukamiz bu holatni ko'rib, o'z ilmini sovg'alar boshlaydi. Yana bolalarga degan ukamiz degan bizlar bolalar sovg'agancha u ham sovg'alar qo'shibdi. O'zi o'ntayda sovg'a oldik, lekin bo'lganda Alloh baraka berib ukalarimiz qo'shib oldi. Tartiblarga saqlab turgan ukalarimiz bo'ldi. Suvlar tarqatishlik ukalarimiz Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Endi ukalar yosh bolalar jim eshikni chiqsagan kelaylik, shovqin qilmaylik. Hozir endi biz o'zi rayonimizda imom bor edi, rayonimizda imomlar. Biz bilan billa xatmi boshladi. Lekin oxirida ham bo'laman bo'ldi, lekin u kishini o'sha televideniyega chaqirib olishdi. Ularda shunaqa qadr kechasi bo'lganligi uchun bu efir bo'larkan, ko'rsatuvga nima intervyu berarkan. Shuning uchun domla uzrini aytdi, lekin biz bilan bir necha yildan beri rayonda yonma-yon xizmat qilayotgan Yusuf domlamiz kelgan. Yusuf domladan bilan ozgina bir mana shu qadr kechasini, tabrigi, fazilat haqida eshitib turamiz. Yosh bolalar hozirgina aytib o'tdim, kattalar eshikka chiqmoqchi bo'lsa, shovqinsiz chiqib kelaverasizlar. Qolganlarga xalaqit
bermaylik. Bu chiroyli bir kechamizni arzini buzmaylik.